1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni, ustozlar kuni. Issiqlik ta'minoti AJ xodimlari ustozlarni qanday eslashadi hozir so'rab ko'ramiz. Hozir issiqlik ta'minoti AJ boshqaruv raisining xonasiga kiryapmiz. Birinchi o'rinda men matematika o'qituvchimizdan, algebra o'qituvchimizdan eslayman, Zumayra opa degan ayol edilar. Shu ayol kara jadvalni o'rgatgandagi menimcha hech qaysi bir ustoz kara jadvalni o'rgatmagan. 5 kara 6 nechi? Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildik. Yaxshimisiz? Ustozlaringiz, shogirdlaringiz qanaqa eslaysiz? Ustozlarimizni bugun tabriklaymiz. Bayram bizani shu darajagacha o'rgatishgan. Har bayramda eslayman. Shu meni o'qitib, diplom zashtilarini qilib menga ko'p maslahatlar beradi. Alisher aka degan ustozim bor, shoislom. Shu insonni eslayman. Issiqlik sohasida ustozlarim ko'p. Ustozlarim Kurushenkov degan ustozim bor, Anatoliy Vasiliy degan ustozim bor. Ibrohim Nabiyev degan odam bor, shundan o'rganganmiz. Ko'p ustozlar. Rahmat, bayramlar bilan. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildik. Bir nechta ustozim bor, lekin birinchi ustozim bu tosh quvvatida bir paytlar ishlab ketganlar, keyin pensiya chiqqanlar. So'lent Vladimirovich degan bir rahbar borlardi. U 25 yil rahbar bo'lganlar, Toshquvva Yakkasaroy tumanida juda ham ko'p o'zlaridan chiqqan mutaxassis bo'lgan, shogirdlar bo'lgan. Shu ustozni albatta borib ko'ramiz, ulardan albatta xabar olamiz. Assalomu alaykum. Birinchi ustozim Otam Rahmatlik, birinchi sinfda o'qitgan. Maktabga borganimizcha uyda bilim olganmiz, onamiz. Bosh hisobchimizdan so'rab ko'ramiz. Ularning ustozlari kim bo'lgan ekan? Assalomu alaykum. Yoshligimizda boshlang'ich ta'limni o'rgatgan Dilfuza ma'lum. Ustozlarimiz ko'p endi. Mana rahbarimiz bor ustoz. Ustozim Robiya opa birinchi ustozim maktabdagi. Ishda juda ko'pchilik ustoz bo'lgan. Biz ish faoliyatini boshlagan hamma ustoz bo'ladi. Nima deyish kerak, men bilmayman. Maktabda Mariya Sergeyevna degan ustozim bo'lgan. Ko'p narsani o'rgatganlar yoshlikdan. Keyin bo'ldi shunaqa. Bo'ldimi? O'zim yo'nalishim qurilish yo'nalishi bo'yicha Axrimenko Irina Vladimirovna degan ayol juda ham bir chin yurakdan tabriklab qo'yamiz. Ustozlarni hammasini eslayman, hammasini. Albatta eslayman. Birinchi o'qituvchimiz Ubaydillayeva o'qituvchimiz bo'lgan. 1-sinfdan 4-sinfga o'qitganlar. Davlat xizmatchisi sifatida shakllanishimizda eng katta rol o'ynagan Alg'aga Boyjigitov ustozimizga rahmat aytmoqchiman. Shu o'rinda joiz bildimki, mana bugungi kunda olib qolganimizda Rustam Qahramonov o'zimizni bir yaqin ukamiz, shogirdimiz. Mana bugungi kunda bo'lim boshlig'i buni muvaffaqiyatlaridan nihoyatda bir xursandmiz. Shu darajaga yetishib qilgandan Yaxshi ham biz bor ekanmiz, ustoz shogird topishib qoldi. Hamma ustoz va murabbiylarni tabriklayman. Chin qalbimdan ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik, totuvlik tilayman. Shu qatorda bizani ustozlarimizdan tashqari yaqinlarimiz ham o'zimizga ustozlik qilib yurgan bo'lim boshliqlarimiz, rahbarlarimiz, eng keraklisi ota-onamizni ham tabriklab qolaman. Ular ham hayotda bizga ustoz o'rnida. Nima deydi? Salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Jamiki ustozlarimizni, murabbiylarimizni, ilm o'rgatadigan ustozlarimiz hammasini tabriklaymiz. Har doim sog' omon bo'lib yurishsin. Yaxshimisiz? Salomingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? O'tiring. Yo'q, to'xtang. Ustozlarimiz Alisratov Rinat Gennadiyevich, meni ustozim. Shurdagi 604 da o'tiradilar. O'shalarni ustozlar kuni bilan tabriklayman. Yuring birga bor tabrik. Mayli. Поздравляю вас с Днем Учителей. Желаю вам счастья. Спасибо вам большое, что вы так многому нас научили. Shu bayram arafasida barcha ustozlarimizni bizga hayot yo'limizda, umuman bilimlarni o'rgatgan, kasb yo'limizda o'zlarini xizmatlarini biz uchun ayamagan barcha ustozlarimiz sog'lik, salomatlik, ularni hayotlari farovon bo'lishini tilaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Birinchi o'qituvchingiz kim? Kamol opam bo'lganlar. Alimova Kamol opa. Qiziqarli nimadir voqealar bo'lgan? Maktabda juda ko'p bo'ladi voqealar.
shogird ustozdan rozi bo'lgandek ustoz ham shogirdlardan rozi bo'lishini tilab qolardim. O'qituvchilar, murabbiylar, jamiki ustozlik maqomiga ega bo'lgan barchani bayramlar bilan tabriklab qolaman. Sinf rahbarimizni kim? Duysenova Simbat opa ancha bilim berganlar. Bir qanaqadir turtki bo'lganlar bizga. Ertaga o'qituvchi va murabbiylar kunida birinchi ustozingizni eslaysizmi? Ha, конечно. Shoir opa. Birinchi sinfda o'qitgan? Birinchi sinfda, ha, birinchi ustozim Shoir opa. Hamma ustozlarni, chunki ustozlarimiz juda ko'p. Har bitta fandan ustozlik qilishgan ustozlar bor. Ularga ham umri uzoq bo'lsin, tanligi sog' bo'lsin. Chiqarmang lekin. Kanalga qo'ymang. Birinchi ustozim Yuzitan Yelena Viktorovna. Rosa yaxshi o'qitganlar bizani. Ularni tabriklayman, sog' salomat bo'lsinlar. Har doim shunaqa chiroyli bo'lib yursinlar. Hali ham o'zlarini eslatib turamiz. Chunki uchrashamiz. Har bir ustoz o'zini shogirdini qay darajaga yetganini ko'rsa faxrlanib eslaydi. Shuning uchun men ustozlarimdan ham faxrlanaman, shogirdlarimdan ham faxrlanaman. Hammani kirib kelayotgan bayramini tabriklayman. Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xodimlari o'z ustozlarini mana shunday qisqa eslab o'tishdi. Albatta, ushbu fursatdan foydalanib, barcha o'qituvchi va murabbiylarni, ustozlarni bugungi bayram bilan tabriklaymiz.